yil oldin yomg'irli kunlarning birida yo'lda ketayotgandim. Mendan boshqa hech kim yo'q edi. Qalin yomg'irga qaramasdan yo'lning chetida bir yigitning turganini ko'rdim. Bu juda g'alati edi. Qayerdan kelgan hayronman. Yaqin joyda uy ham ko'rinmasdi. Menimcha unga yordam kerak deb o'yladim va mashinani to'xtatdim. Mashina fonusi orqali uni aniqroq ko'ra oldim. U jilmayib turganga o'xshardi. Buni ko'rib juda hayratlandim. Yordam kerak bo'lsa nega kuladi? Biroz gumon bilan oynani tushirdim. Haligi yigit yaqinlashib keldi. Yaqin kelganda uning yuzini yanada aniqroq ko'rdim. Yuragim yorilay dedi. U jilmaygan emas. Lablarining ustki tomoni umuman yo'q edi. Xuddi kesib olinganga o'xshardi. Ko'zlari ham qizil ekan. Yuzlaridagi oqayotgan faqat yomg'ir emas, ko'z yoshlari ham borga o'xshaydi. Titroq bilan gapira boshladim. Janob, yordam kerakmi? Keyin birdan baqirib yubordi va menga yaqinlashmoqchi bo'ldi. Sen ham menga o'xshashing kerak deb quchog'ini chiqardi. Ichkariga buzib kirmoqchi bo'ldi. Men tezda oynani ko'tardim va gazni bosdim. U orqamdan telbalardek yugurib kelayotgandi. Tezda qochishga harakat qilardim. Uyga qanday kelib qolganini ham bilmayman. Dahshatdan titragan yuragim ertalabgacha o'ziga kela olmadi. Bir necha yil o'tsa ham o'sha tunni esga olsam, ichimda qo'rqinch paydo bo'ladi. Bu yigitga nima bo'lgan, qanday shu ahvolga tushgan, hech qanday fikrim yo'q. Qaytib o'sha yo'ldan yurmaydigan bo'ldim.